8 qavatli yangi qishli domni 6-qavatdan 2 xona, 3 xona qilingan 70 metr kvadratdan iborat pachka xonadonimizni ko'rsatamiz. Asosiy eshikdan kirganda koridorimiz. Boshdan narxni aytaman, narxiga kiradigan bo'lsak, narxi 54.900 dedilar. 54.900 dollar so'ralibdi. Juda ham skromligina, chiroylikgina remont qilganlar. Televizorni tashkillashtirib qo'yibdilar. Samsungda o'zida ikkita alohida bo'lgan razdeniy Samsunglarni ko'rishingiz mumkin. Dapatalga to'liq kafil qilingan. Ana bu joyda ikkinchi hojatxona qismimiz. Xo'p, gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q, kadastr hujjatlari jo'ppa joyda. Ana bular bizning kuxnyamiz ko'rinib turgan barcha jihozlari bilan issiqlik tizimini ko'rishingiz mumkin. Duv konturli kotel beradi. Tashqari atmosferani ham bitta ko'rsating. Maktab, bog'cha, hammasi dastur joyda joylashgan. Manzil Buxoro shahar, Terakzor restoranning o'zini lokatsiya qilib berasiz. Yaxshi MDF eshiklar qo'yilgan. Ana bu joyimizda birinchi xonamiz, ya'ni kattalar yotoqxonasi, spalni qismimiz. Devorlar to'liq 100% mo'yshlab qo'yilib, u yoqda 100% laminat qilingan. 54.900 dollar so'ralibdi. Kommentariyada albatta fikringizni qoldiring. Biz uchun siz fikringiz juda ham muhim va kerakli deb o'ylaymiz. Qaranglar. Ana bu joyimiz bo'lib, bizning zalimiz chiroyli, lyustralar ilingan, tepalar natijni qilingan. 8 qavatli yangi qishli dom, 6-qavat 70 metr kvadratga iborat, narxi esa 54.900 dollar so'ralibdi. Yana kelsangiz, uyda egalaridan uy ustida savdolar olish imkoniyatiga egasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xo'p, hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir men sizlarga bitta juda ham ideal bo'lgan xonadon taklif qilaman. Podest qismini akkuratligini ko'rib, o'zingiz baho berasiz. Qo'ni-qo'shnilar hammasiga ko'chib kelishgan. 9 qavatli monolitli domni 4-qavatdan 3 xonali 100 metr kvadratga bo'lib qo'ygan pachka xonadonni sotuvga chiqardi. Birinchi bo'lib zal qismiga bitta baho beramiz. Devorlarda super mo'ysha aboylar qilingan, tepalari gipsogardon orqali ishlov olib berilgan, oyoqlarda esa 100% rossiyskiy laminatlar qilingan. Ana bu joyda 2 ga 8 ochiq balkoniga ham ega. Maktab, bog'cha hammasi bir qadamda joylashgan. Aynan shu xonadonni siz oldinroq 79.900 dollarga reklama bo'lgan ko'rgansiz. Hozir shu kecha kunduzda xonadonimiz narxini arzon qilib qo'ydik. Ana bu joylar bizning Samsung degan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli chiqqan. Eshiklar ham yaxshi sifatli rossiyskiy eshiklar qo'ygan. Xonadonimiz narxiga keladigan bo'lsak, xonadonimiz narxi shu kecha kunduzda 76.000 dollar so'raladi. Issiqlik tizimi dual konturli kotel beradi. Aytib o'tgandek, gaz, svet, suvdan hech qanaqa muammosi yo'q. Niyat qilgan bo'lsangiz, like qizartirib keting. Zero sizga ham, bizning yaqinlarimizga ham shunaqa xonadon nasib qilsin. Ana bo'lib bizning kattalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasining o'zini ichida ham alohida sanuzul va garderob shkaflari mavjud. Ko'rishlaringiz mumkin. Ana bu joyimiz bo'libdi, kichkintoylar yotoqxonasi. Juda ham skromligina chiqqan. Tashqari atmosferani bitta ko'rsatsangiz, shundoq bir oynadan qarasangiz, City Mall'da o'zi ko'rinib turibdi. 9 qavatli monolitli dom, 4-qavat 100 metr kvadratga iborat, narxi esa 76.000 dollar so'ralibdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga birdek yoqadigan 5-mikron territoriyasidan xonadon taklif qilamiz. Diqqat bilan eshitasiz. 5 qavatli panelli dom, 2-qavat 3 xonali xonadonimiz. Alohida sanuzullari, 6 metrli balkonlar va xonalar ham alohida bo'ladi. Asosiy eshikdan kirganimizda koridor, ana bo'lib bizning birinchi xonamiz. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan 5 qavatli panelli dom, 2-qavat 3 xonali. Buni oldingi narxi 57.000 dollar so'ralgan edi. Hozir shu kecha kunduzda 54.900 dollar qo'yamiz. Agar sizga shu xonadonimiz ma'qul bo'lsa, pastda nomerimiz bor, bog'lanib olishingiz mumkin. 31-maktab, bir qadamgina oynalari 2 qavat akaplast romlariga almashtirib, rushutkalarni ustunovka qilingan. Ichki eshik, tashqi eshik barchasi zamonaviyga almashtirilgan ichki romlarimizgacha. Ana bo'ladi bizning asosiy zalimiz ana. Tayyor holatda kirasiz, maza qilib yashaysiz. 5 qavatli panelli dom, 2-qavat, 3 xonali 80 metr kvadratdan tashkil topgan. Hop, narxi 54.900 dollar so'ralibdi. Ko'rinib turgan barcha jihozlar qoladi. Ana bu esa kuxnyada, kuxnya naborlar, gaz plitasi va eng asosiy joyi esa ana bu 6 metrli balkon. 6 metrli balkon o'zi ham tapchan qo'yilgan. Tashqari atmosferasini ko'rsating deganlar uchun tashqari atmosferasini ko'rsatib o'tamiz. 5 qavatli panelli domni, 2-qavatdan 3 xonali. Manzil bo'ladi 5-mikron, dinamo kalsodan kirib kelsangiz ham bo'laveradi. Taklif bizdan, tanlaysiz sizdan. Uchastka qidirib yurganlar diqqatiga, sizlar uchun maxsus taklif bo'ladi. 5 sotiq, 6 ta xonadan iborat, 2 ta kuxnya, bitta sanuzuldan iborat bo'lgan uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Aynan bu uchastkani siz ipoteka orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Mana bu yerda sanuzullarimiz bo'lyapti. Qo'ldan kelguncha obzor qilib beramiz. Yana kesalaring, ustida ko'rib o'zlaring olishlaring mumkin. Juda ham katta va keng bo'lgan zalning o'zi. Kadastr hujjatlarida hech qanaqa muammo yo'q. Gazi, sveti, suvlari hamma narsasi jo'ppa joyda. Ana bo'lyapti bizning birinchi kuxnyamiz. Tayyor holatda kirasiz, maza qilib yashaysiz. Xudo xohlasa. Manzil bo'lyapti 5-mikron, glubyon deb ko'rasizlar. Ana bu joyda yana bitta xona. Xo'p. Yana bitta deytski, bu tarafda yana bitta spalnisi mavjud ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini
uydagilar bilan savdolashib, tortishib turib 73 ming dollarga chiqaramiz. O'zi aslida boshqa joyda bu 80 ming dollargacha reklama bo'lgan ekan. Hurmatli obunachilar, 5 sotiq, 6 ta xona, 2 ta kuxnya, bitta sanuzel qurilish turi g'ishtdan bo'lgan. E'tibor berasizlar. Uylari ham juda ham akkuratligiga holatdan. Kiras mazza qilib yashaysiz, oyoqda 100% pol qilingan. Mana bu yerda spalnimiz. Kimga ma'qul bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib bog'lanib olishlari mumkin. Yo'l ustidan adashmasam 500 metrcha ichkarida ekan. 5-mikron glubyon deb ko'rasiz. Taklif bizdan tanlovingizdan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizga albatta obuna bo'ling.